Havo harorati pasaygani sari kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik mavzusi dolzarb bo'lib boraveradi. Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarni mavsumga tayyorlash avj pallasiga chiqqan. Ammo shaharning barcha hududlarida ham ishlar bir tekisda ketyapti deb ayta olmaymiz. Hozirgi lavha Yakkasaroy tumanining Belariq mahallasidan tayyorlangan, unda yo'l qo'yilgan sustkashliklar haqida so'z boradi. Tasvirga olish guruhimiz shahrimizning Yakkasaroy tumani Rakat mavzesida joylashgan Yakka Profcom servis boshqaruv kompaniyasida. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur kompaniya 107 ta ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatadi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mas'ullari boshqaruv servis kompaniyasiga kelib, o'rganish ishlarini olib borishganida, shirkatning o'zi kuz-qish mavsumiga tayyor emasligi hamda bir qator jiddiy qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Misol uchun kompaniya tomonidan avariyaviy dispetcherlik xizmati yo'lga qo'yilmagani mutasaddilar tomonidan tanqid qilindi. Shuningdek, boshqaruv servis kompaniyasi juda eskirib, deyarli avariya holatiga kelib qolgan binoda faoliyat olib boradi. Qolaversa, binoning ikki tomoni chiqindi yig'ish maydonchasi. Favqulodda zaxira haqida esa gap ham bo'lishi mumkin emas. Ofis umuman amaldagi qonunchilik talablariga asosan jihozlanmagan, talabga javob bermaydi. Undan tashqari ofis bir yaroqsiz holatda, antisanitariya holatdagi ofisda mana o'tirishibdi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida o'zini maxsus zaxirasi bo'lish kerakligi, o'zini maxsus moddiy tovar boyliklari bilan jihozlangan bo'lish kerak edi. Bir vaqtni o'zida santexniklari, bir vaqtni o'zida elektriklari xizmatga shay holatda bo'lish kerak. Boshqaruv servis kompaniyasi birinchi o'rinda zamon talablariga javob beradigan o'zini maxsus binosiga ega bo'lishi. Boshqaruv servis kompaniyasiga murojaat qilinganda, boshqaruv servis kompaniyasi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar o'sha ofisda mavjud bo'lishi, zamon talablari asosida jihozlanishi, boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy texnikalar bilan jihozlanishi, boshqaruv servis kompaniyalarini o'sha ishchi xodimlari maxsus forma bilan ta'minlangan bo'lish kerak. Tasvirga olish guruhimiz mazkur boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadigan ko'p qavatli uylarni holatini ham o'rgandi. Bu 12-uyning yerto'lasi. Avvalo, yerto'laning sanitar-gigiyenik holati ancha salbiy ekanligi e'tiborimizni tortdi. Qolaversa, issiqlik va ichimlik suvi quvurlari ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan. Issiqlik tarqatish tarmog'i, ya'ni uzellarga shunchaki bo'yoq surtib qo'yilgan xolos. Shuningdek, tizimlarni bosim ostida yuvish, ya'ni promivka tozalash amalga oshirilmagan. Yakka Profcom servis boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan texnik xizmat ko'rsatib kelinayotgan ushbu ko'p xonadonli uyni yerto'lasidagi issiqlik quvurlari nomigagina bo'yalganligi, zangni ustidan nomigagina bo'yalganlik holatlari, issiqlik tizimlari hali ta'mirlash ishlari oxiriga yetmaganligini mana biz guvoh bo'lib turibmiz. Undan tashqari mana siz qo'ygan o'sha katta o'zilni o'zini ham mana ko'rib turibsiz, umuman talabga javob bermaydi. Ertaga bu yuqori bosimi ostida agar issiqlik suvi kelgandan keyin bu avtomatik qo'yib yuboradi bu. Bu talabga javob bermaydi. O'shaning uchun siz hozir imkoniyatimiz bor, vaqtimiz bor, o'sha vaqtimiz borda, imkoniyatimiz borda issiqlik tizimini ta'mirlab, bosim ostida yuvib, o'sha kuz-qish mavsumiga to'liq tayyor holatda bo'lishimiz kerak-da biz. Issiqlik manbai berilishga qancha qoldi? Oktyabr oylarining oxirlariga, shu noyabrlarga beriladi. Ungacha xudo xolasa tozalab, hammasini topshirib, joy-joyiga qo'yib qo'yamiz hammasini. Shu 2 oylik muddat ulgurasiz. Albatta. Mana material hammasi ish jarayoni ketyapti, xudo xolasa. Hammasini ulguramiz. Navbatdagi manzilimiz 11-ko'p qavatli uyning yerto'lasi bo'ldi. Bu yerda ham salbiy holat. Quvurlarni bir-biriga ulab turuvchi zulfinlardan sekin-asta suv oqmoqda. Bundan tashqari, yerto'la maishiy chiqindilardan tozalanmagan. Mutaxassis sifatida shuni ta'kidlab aytamanki, ushbu ko'p xonadonli uyning yerto'la qismidagi issiqlik quvurlari ertaga deylik o'sha issiqlik tizimi berilgandan so'ng bardosh bera olmaydi. Mana biz holatni ko'rib turibmiz. Nosoz holatda mana o'zi suv oqib yotibdi. Buni zudlik bilan boshqaruv servis kompaniyasi bartaraf etishi lozim bo'ladi. Biz ushbu aniqlangan yuqorida ta'kidlab o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha boshqaruv servis kompaniyasida yozma ko'rsatma beramiz. Bartaraf ettirish choralarini qo'llaymiz. Yakka Profcom servis boshqaruv servis kompaniyasi kuz-qish mavsumiga tayyor degan mazmunda deylik o'sha hisobotlar berilgan. Vaholanki mana ko'p xonadonli uyning yerto'la qismidagi issiqlik tizimi ta'mirtalab ekanligini mana biz hozir o'rganish jarayonida buni holatni ko'rib turibmiz. Biz xonadonlarga ham chiqib, aholi bilan suhbatlashdik.
Mana bu tasvirlar aholi xonadonlarida olingan. Uyning shaxta qismidan muntazam suv oqishi sabab xonadonlarga zax o'tib ketgan. O'rganishlardan so'ng Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mas'ullari Yakkaprofkom servis boshqaruv kompaniyasining rahbariga tegishli jazo chorasini ko'rdi. Sardor Mirfuzalov, Bobir Dadaboyev, Poytaxt.